Butun o'tamiz. Ha, va shu bilan bo'ldi. Ne переход demak 3 ta qoida. Ha, aytib o'taman. Bu yerda ham 3 ta qoida, bu yerda ham 3 ta qoida. Bu yerda 3 ta qoida tushundingiz. Demak, gлагол bo'ladigan существительный, дательный, творительный без предлога bo'lsa, gлагол bo'lmayotgan существительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложенный с предлогом bo'lsa va albatta gлаголimiz возвратный bo'lsa. Bu tomonga o'tamiz. Ikkinchi holat. Agar bizdagi gлагол mana bu holatga kelsa qarang. Не плюс глагол плюс родительный падеж без предлога. Mavzuni solishtiramiz. Agar bizda родительный падеж без предлога bo'lsa, родительный без предлога bo'lsa, u переходный. Lekin родительный падеж с предлогом bo'lsa, не переходный. Solishtiramiz. Винительный падеж без предлога kelsa переходный, винительный падеж с предлогом kelsa не переходный. Tushundingizmi? Predlog qatnashgan qism har doim не переходный. Ikkilanib o'tirmang, падеж aniqlab o'tirish shart emas. Har doim predlog bilan kelgan qismni не переходный qilib o'tasiz. Demak, не плюс глагол плюс родительный падеж без предлога. Demak, avtomatik maqsadga o'tib ketamiz. Bu yerdagi asosiy maqsad nimada? Bu yerda asosiy maqsadga qarang. Видел брата, не видел брата. Bu yerdagi maqsad падеж ajratish. Переходный yoki не переходный. Masalan, shu ikkinchi qoidada asosiy maqsad падежni ajratishni o'rganishingiz kerak. Видел брата, не видел брата. Yana solishtirib ishlaymiz. Видел demak yozaman, bu gлагол плюс брата, e'tibor beramiz, окончанияsi a bor. Mana существительный. Не видел брата, mana bizda видел, bu bizda gлагол плюс брата, окончание a bor, bu bizda существительный. Brata degan so'z biz adashmasam boya turlagandik. Mana brata deb diqqat qilasiz, qarang. Brat. Brata, bratu, brata, bratim, brati. Mana o'sha biz qidirayotgan a, mana o'sha biz qidirayotgan a. Bizda qiynaydigan narsa nimada? Bizda haqiqatan hozir qiynab qo'yadigan yoki mana shunaqa qiyin vaziyatga qo'yadigan narsa родительный падежda ham a bor, винительный падежda ham a bor. Да. Родительный падежda ham a окончанияsi, винительный падежda ham a окончанияsi va mana shu narsa bizda qiynaydi. Qaysi biri родительныйdir, qaysi biri винительный. Agar sizda ishlayotgan paytingizda mabodo bu faqat jonlilarda kuzatiladi. Adashib jonlilarda. Masalan, doktorda to'lasangiz, doktor ham xuddi shunday ketadi. Doktor, нет доктора, доктору, доктора, докторам, докторе. Bizda ham xuddi shu narsa kuzatiladi va jonlilarda bo'ladi bu asosiy holat, jonliyotlarda. Siz nima qilar ekansiz? Брат e'tibor berasiz, родительный падежda ham bor, brata, винительный падежda ham bor. Qanday to'lanamiz? Bittagina kalitimiz ne bo'ladi. Ne qatnashgan qism esidan chiqmasin, o'sida har doim родительный bo'ladi. Va agar tarjimangizda u qism neni beradi. Видел брата. Akamni ko'rdim. Akamni ko'rmadim. E'tibor berasiz. Ne bilan kelgan qism, demak bu yerda родительный падеж va o'rtada predlog qatnashmagan, shuning uchun без предлога. Bu yerda ham predlog qatnashmagan, faqat ne qatnashganmi? Yo'q. Shuning uchun винительный падеж без предлога. Va e'tibor berasiz. Gлагол bo'lmagan существительный. Винительный падеж без предлога bo'lsa, винительный падеж без предлога bo'lsa, bu bizda qanaqa gлагол bo'lar ekan? Переходный. Не bilan kelgan qism agar mabodo родительный падеж без предлога qatnashsa. Gлагол родительный падеж без предлога bilan bog'lansa. Gлагол родительный падеж без предлога bilan bog'lansa, yana qaraymiz.
Demak, ne plus glagol mana родительный падеж без предлога bo'ladigan bo'lsa, bu ham bizda переходный degani. Demak, diqqatni eshiting. Bu yerdagi muammo yana tushuntiman. Ayniqsa shu ikkinchi qoidada bu yerdagi muammo переходный yoki не переходныйda emas. Muammo qaysi падежda ekanligi. Tushundingizmi? Qaysi падежda ekanligi. Eslatib o'taman, agar mabodo bizda xayolingizdan chiqarib tashlang, ya'ni ne bilan kelgan qism har doim родительныйda ekan degan narsani chiqarib tashlaysiz. Yo'q, har doim emas. Biz aytaman, не видел с братом. Не видел с братом degani mana окончаниemiz om, yana yozaman. Видел, не видел bizda глагол плюс братом bizda существительный, окончание om yana qaraymiz. Окончание om mana братом bu творительный падеж ekan. Chunki ayrim mabudlarga kasallik, miyasida to'g'ri tushunib oling. Ko'pchilik bunaqangilar bo'ladi. Ne qatnashgan qism переходный ekan deydi. Ne qatnashsin. Faqat падежi ham родительный bo'lsin. Mana yozaman. Не плюс глагол плюс существительный. Не плюс глагол плюс существительный. Faqat bu творительный падежlar. Именно aytaman, s brati bu s preдлог qatnashadi. Demak, bu s preдлог bilan kelganligi uchun, preдлог bilan kelgan, demak, существительный, творительный падеж s предлогом, shuning uchun bu sizda не переходный. Tushundingizmi? Xayoldan chiqarib tashlang, bu demak, ne bilan kelsa har doim ne переходный qilar ekanman degan narsa. O'zi переходный qilar ekanman degan narsa. Ne bilan kelgan qism переходный bo'ladi, faqat родительный kelsa. Tushundingiz? Молодцы. Tushunaman, hozir masalan onlayn darsda ko'rsatiladi, chiziladi, tushuntiriladi. Lekin esdan chiqmasin, bu mavzuda ham albatta mashq bajarib berishingiz shart. Mashqda sizga yana aytaman, kitobda berilgan Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Kanalimizda sizda kitob elektron variant, aniqroq sizda har bitta mavzuni alohida tashlab boriladi. Ana shu yerda mashqni bajarib bizga jo'natsangiz, biz sizga to'g'ri javoblarni taqdim etamiz. Tushundingizmi? Молодцы. Chunki bu mavzuda xohlasangiz xohlamasangiz doimgidek mashq bajarib berishingiz shart. Qachonki mashq bajarsangiz, shundagina mavzuni tushunasiz. Demak, 3-qoida nima deyapti? 3-qoida доказательство. 3-qoida действие переходит на часть предмета. Действие переходит на часть предмета. Tarjima qiladigan bo'lsak, harakat predmetning bir qismiga o'tsa. Harakat predmetning bir qismiga o'tsa. Xo'p, demak, bu yerda nima qilishimiz kerak ekan? Harakat predmetning bir qismiga o'tsa. Diqqatni eshitasiz. Bu yerda ham o'zimizning qolipimiz bor. Biz qiladigan ishimiz, biz qidiradigan narsamiz глагол плюс родительный падеж без предлога. Va mana shu yerda biz tarjimani dan deb olar ekanmiz. Dan. Demak, diqqat etasiz. Глагол plus родительный падеж без предлога bilan keladigan bo'lsa, biz tarjimani dan deb berar ekanmiz. Keling misol ko'rsataman. Съел хлеба. Demak, mana ikkita misol. Съел хлеба, keyin съел хлеба. Bu yerda bizdagi mana glagolimiz. Glagol съел, mana glagol съел. Bo'linadigan ot xleb, bu yerda xleba. Qiladigan ishimiz, bu yerda diqqat etasiz, qiladigan ishimiz. Keling birinchi o'rinda xleb degan so'zni turlab olsak. Xleb. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Xleb turlab boshlayman. Xleb, xleba, xlebu, неодушевленный bo'lganligi uchun xlebni o'zi, xlebim, xlebim.
Endi qiladigan ishimiz, demak, съел хлеб. Formula yozadigan bo'lsak, bu yerdagi formulamiz gлагол, e'tibor berasiz, mana yozamiz. Gлагол плюс хлеб bu существительный, окончанияmiz нулевое, e'tibor berasiz, imenительный emas, balkim qaysi paytda yozar ekanmiz? Imenительный. Keyin chiqarib qo'ying, bu yerda har doim, ayniqsa mana shu переходный переходda biz imenительный olish haqqimiz yo'q. Винительный ishlaymiz. Существительный, винительный падеж без предлога. Съел хлеба, mana съел bu gлагол. Плюс хлеба окончанияsi a. Endi qaraymiz. Окончание a, mana marhamat. Qaysi падежda ekan? Родительный, men yozib qo'yaman. Плюс существительный, родительный падеж без предлога. Diqqat etasiz, глагол плюс существительный, винительный падеж без предлога, глагол плюс существительный, родительный падеж без предлога. Sizdan talab qilgan narsa винительный падеж без предлога bo'lsa, родительный падеж без предлога keladigan bo'lsa. Sizdan nima talab qilyapti? Demak, diqqat etasiz. Tarjimaga va mazmunga e'tibor bering. Съел хлеба. Va aytib o'taman, bu qism ham bizda переходный. Bu qism ham bizda переходный. Faqat bu yerda bizda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa nimada? Съел хлеба deganimda tarjima aytasiz. Yedim, yeb qo'ydim, yedim. Nonni, keling, mana tomonga yozib ketaman. Buni o'ldiramiz. Съел хлеба degan qismga yetib mana bu qism. Nonni yedim. Mana bu qism tarjima qiladigan bo'lsam, nondan yedim. E'tibor berasiz. Nonni yedim, nondan yedim. Родительный падеж без предлога bo'lganligi uchun biz tarjimani dan berdik. Винительный падеж без предлога bo'lgani uchun mana tarjimani ni berdik. Endi qani ikkalasining farqi nimada deymiz? Ikkalasi vaqtida bitta savol qiling. Nonni yedim. Mana non bo'ladigan bo'lsa, nonni yedim. Demak, siz butun bir nonni yeb qo'ygan hisoblanar ekansiz. Nondan yedim deydigan bo'lsak, siz nonning bir qismini yegan hisoblanar ekansiz. Diqqat qiling. Nonni yedim, nondan yedim. Nondan yedim degan jumlada biz demak nonning bir qismini yer ekanmiz. Nonni yedim deydigan bo'lsa, men nonning butunini yeb ekanman. Diqqat qiling, yana bitta misol. Suv deydigan bo'lsak. Suvni ichdim deydigan bo'lsa, demak siz butun bir suvni ichgan hisoblanar ekansiz. Suvdan ichdim deydigan bo'lsa, demak siz suvning bir qismini ichgan hisoblanar ekansiz. Uzumni yedim, ona tilida juda ham siyqasi chiqqan misol. Uzumni yedim, uzumdan yedim. Uzumni yeb qo'y desam, siz demak uzumni to'la-to'kis yeb qo'yishingiz kerak ekan. Uzumdan ol desam, siz uzumdan, qarang, uzumdan, uzumni ozgina qismini yeb qo'yishingiz kerak ekan. Ya'ni to'liq emas. Tushunyapsizlar? Ya'ni e'tibor bering, biz masalan o'quvchilar bilan shunaqa hazillashamiz, o'quvchilar yaxshi tushunib olishi uchun mehmonga borganingizda shirinliklardan oling desa, salatlardan oling desa, go'shtlardan oling desa, demak sizga вроде как nam yo'q, ya'ni sizga вроде как shunaqa ma'noda aytilayotgan bo'ladi. Hammasini emas, ozgina yengdagining qolganini qoldirishingiz kerak ekan. Tushundingizmi? Albatta juda ham kulgili holat bo'ladi. Biz chunki har safar o'quvchilarga mana shunday misol keltirgandagina ular tushunib olishadi. Mehmonga borganingda konfetdan oling deganda konfetni hammasini olib qo'ymanglar. Konfetni bir qismini yer ekansiz. Tushundingizmi? Ana shunga vroде как urg'ut ashlayotgan bo'ladi. Yoki misol uchun napitkadan ich deydigan bo'lsa, napitkani ozroq ichishingiz kerak, ozroq qoldirishingiz kerak ekan. Tushundingizmi? Demak, diqqat bilan eshitasiz. Suvni ichdim deydigan bo'lsak, demak siz suvni hammasini ichgansiz. Agar suvdan ichdim deydigan bo'lsa, demak siz suvning bir qismini ichgan bo'lar ekansiz. Sho'rvani ich, sho'rvadan ich. Sho'rvani ichdim bo'lsa, demak biz sho'rvani hammasini ichamiz.
sho'rvadan ichib ko'rdim deydigan bo'lsam, demak sho'rvadan ichdim deydigan bo'lsam, demak men sho'rvaning bir qismini ichgan ekanman. Va ana shuni e'tibor bering. Harakatning bir qismi deganda, esa tez savol beriladi. Если переходит на часть предмета. Harakat predmetning bir qismiga o'tsin deb sizda savol berilgan yoki shunaqa buyruq beriladigan bo'lsa, siz родительный падеж без предлога yozishingiz kerak ekan. Va eng qiziq tomoni so'z aytaman, ikkala holatdan переходный. Faqat farqi tarjimada. Bittasi tarjimada ni deb beradi, винительный падеж, bittasi esa tarjimasida danni beradi. Родительный падеж. Bunda yakunlaydigan bo'lsa, qarang, винительный падеж va родительный падеж без предлога, mana shu ikkita holat. Винительный падеж va родительный падеж без предлога, без предлога, без предлога. Bu переходный. Дательный, творительный без предлога. Родительный, дательный, винительный, творительный, предложенный. Bitta so'z bilan aytganda, короче, предлог bilan kelgani va связь bilan kelgani, bular uchalasi sizda непереходный ekan. Tushundingizmi? Eslatib o'taman. Mana shu mavzuni tushunib olishingiz uchun, ya'ni переходный va непереходный bo'yicha mavzuni tushunib olishingiz uchun sizda bittagina ish qoladi. Yodlang. Mashq bajaring. Mashqni bajaring. Albatta Telegram kanalida silkasi tashlab qo'yilgan. Ana shu silkani topasiz. Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Ana shu yerdan siz mashqni bajaringdagini bizga yo'llang va biz sizga to'g'ri javoblarni taqdim etamiz. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat.